Xolis jurnalist o'zi faktlarni berishi kerak. Fakt. Ya'ni bo'yamasdan. Fikr bilan bo'yamasligi kerak xolis jurnalistda. Bor narsani faktni ham avvalo tekshirib, faktligini tekshirib aniqlagandan keyin berishi kerak. Agar fikr bersangiz, bunda siz opinion makerga aylanib qolasiz. Ya'ni siz chaynab odamlar og'ziga solib beryapsiz. Mana shunaqa o'ylashing kerak san. Bunaqa qilib odamga ta'sir o'tkazish bu xolislikka kirmaydi. Hozir bu narsa juda kuchaydi, chunki odamlarda qandaydir chanqoqlik bor. Menga fikr ber deyishadi-da. Menga fakt berma, menga fikr bergin deyishadi. O'zi xalqaro matbuotda ham hozir mana YouTube'ni ko'radigan bo'lsangiz, odamlar yangiliklarga kirishmayapti-da, aynan YouTube'ga kirib qandaydir bir o'zini fikrini ehtiroslar, emotsiyalar bilan bildiradigan odamlarni ko'proq ko'rishadi. Ularning kliklari ko'proq. Ya'ni ularga o'sha fikr beradigan qattiq ehtiroslarga berilib, nafrat, mana odamlarda nafrat bor hozir. O'sha nafratda o'ynasa, o'sha nafrat torlarini yana ham chertsa, odamlar maza qilib ko'ryapti-da.